Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugungi videomizda nisbatan yirikroq bo'lgan mavzuga qo'l urdik, ya'ni kiber hujumlar va ularning turlari va ularning qanaqa qilib yuzaga kelishi to'g'risida video taqiqladik. Videomiz juda ham uzun bo'lib ketishi mumkin. Aynan bu videoni ta'limiy sohaga qaratganimiz tufayli amaliy qism uncha ko'p emas. Asosan taqdimot orqali tushuntiramiz va nasib bo'lsa keyingi videolarda shu sohaga oid amaliy videolarni ham qilishga harakat qilamiz. Demak, bugungi videomiz kiber hujumlar turlari, ular qanday yuzaga keladi, ularning oldini olish va kiber hujum paytida nima ishlar qilish kerakligi to'g'risida qisqa nazariy ma'lumotlar berib o'tamiz va dars davomida asosan taqdimot materiallaridan foydalanamiz va kiber hujumning 15-20 ga yaqin turlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Demak, ekranda ko'rib turibsiz, asosan kiber hujumlar quyidagi yirik turlarga bo'linadi: malwarelar, ransomware, man in the middle, DNS tunnellar, SQL DDoS hujumlari yoki social engineering va hokazo. Phishing, demak, hozir ommabop tarqalgan kiber hujum turlaridan biri va boshqa turlarga bo'linadi. Keling, video darsini boshlaylik. Demak, birinchi tanishadigan narsamiz bu kiber xavfsizlik tushunchasi. Demak, bu kiber xavfsizlik nima? Bu kiber xavfsizlik oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, demak, kompyuter tarmoqlarini internetdan yuzaga keladigan hujumlarga, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni, onlayn ma'lumotlarni o'g'irlashga qaratilgan yoki ulardan foydalanishga qaratilgan hujumlardan demak, insonlarni ogohlantiruvchi yoki ularni himoyalovchi bir fan desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bu kompyuter tizimlari, tarmoqlari, dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlarning raqamli hujumlardan, ruxsatsiz kirishdan yoki shikastlanishdan himoya qilishga qaratilgan bir amaliyotdir deyilgan qoidada. Hozirgi kunda kiber xavfsizlik tizimi fan sifatida ham ko'plab tarmoqlarda ta'minda shakllanib kelmoqda. Kiber hujum aynan shu sohaga qaratilgan obyekt hisoblanadi, ya'ni axborot tizimlari, tarmoq yoki shaxsiy qurilmalarga qaratilgan zararli harakatlar bu, demak, kiber hujum yoki inglizchada cyber attack nomi bilan mashhur. Demak, yaqin yillarda O'zbekistonda ham bu sohaga yirik e'tiborlar berilmoqda, ya'ni kiber xavfsizlik to'g'risida qonun qabul qilishi, jamiyatning ko'proq tarmoqlarida kiber xavfsizlikka nisbatan fikrlarning qaratilishi bu zamon talabi hisoblanadi. Bilasiz, hozirgi kunda bizning jamiyatimizda ham kiber hujumlar, aksariyat phishing hujumlari juda ko'p uchramoqda. Demak, shu kiber hujumlar turkumiga kiruvchi birinchi eng yirik kiber hujumlar bular malwarelar. Ya'ni bilamiz, kiber hujumlarning yirik turlari bor, qolgan kiber hujumlar ham shu yirik turlar ichiga kiradi. Demak, malwarelar bu zararli dasturlar orqali bizning telefonimizga yoki kompyuterimizga, tarmoqlarimizga bo'ladigan hujumlar bo'lib, u tarkibiga wormlar, botnetlar, spyware, adware yoki ransomware, trojan viruslarni tarkibiga jamlab oladi. Bularning har biri bo'yicha hozir alohida, demak, gaplashib olamiz. Birinchisi, demak, malware so'zining ma'nosi o'zi malicious software so'zidan olingan bo'lib, zararli dastur degan ma'noni anglatadi. Bu amaliyot natijasida nimalar yuzaga keladi? Ya'ni shubhali linklar, emaillar yoki noma'lum ilovalar, soxta saytlar yoki hammamiz bilamiz, hozirgi kunda O'zbekistonda Windows operatsion sistemasida yoki boshqa operatsion sistemalarda pulli ilovalar yoki tizimlardan biz odatda bepul versiyasi, ya'ni crack pirat versiyalardan ko'proq foydalanamiz. Aynan shu ishni bajarish evaziga ham, demak, malware viruslarni qurilmamizga yuqtirib olishimiz mumkin ekan. Demak, malware viruslardan saqlanish usullari berib o'tilgan qisqacha, lekin boshidan aytib o'tamiz. Bu saqlanish usullari bizning, demak,
zararlanish darajamizga bog'liq. Ya'ni qanaqa darajada kompyuterimiz zararlangan bo'lsa, shu darajada demak qarshi kurash amaliyotlarini bajarishimiz mumkin. Eng avvalo kompyuterlarda demak antivirus ishlatishi, rasmiy manbalardan ilovalar yuklash, App Store yoki Play Market, shubhali linklardan qochish, ya'ni rasmiy bo'lmagan saytlardan foydalanmaslik, tizim yangilanishlarini doimiy ravishda o'rnatib borish, bu bilamiz telefonda ham kompyuterda ham xavfsizlik tizimi yangilanishiga olib keladi va kuchli parollardan va bu yerda 2FA deb yozib qo'yganman. Bundan keyingi ma'ruzalarda ham e'tibor berishlaringizni so'rayman. Bu 2FA ikki bosqichli avto identifikatsiya tizimi degan so'zni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, biror qurilmaga parol qo'yayotganimizda ham chizma parol yoki oddiy paroldan va Face ID yoki qo'l ID'si, Touch ID kabi ko'plab tizimlarni birgalikda foydalanish bu ikki bosqichli avto identifikatsiya tizimi deyiladi. Demak, oldini olish usullari haqida gaplashdik. Yana endi zararni kamaytirish haqida gaplashamiz. Backup yoki muhim ma'lumotlarni shifrlash, xavfsizlik savodxonligi va minimal huquq bilan ishlash. Bu yerda backup nima? Backup bu ma'lumotlarni zaxiralash. Bilamiz, hozirgi kunda Android tizimlarida yoki mobil qurilmalarda yoki kompyuterlarda axborotlarni zaxiralash uchun ilovalar yoki bulutli xotira tizimlari mavjud. Albatta bundan doimiy foydalanishimiz bizning nafaqat kiber hujumlar, balki qurilmamiz shikast yetganda ham ma'lumotlarni tiklab olishimizni osonlashtiradi va muhim fayllarni shifrlash. Shifrlash nimaligini hammamiz bilamiz, ya'ni ma'lumotlarning turini o'zgartirish, ya'ni bir turdan boshqasiga o'tkazib, boshqa foydalanuvchilar tushunmaydigan holatga keltirish bu shifrlash jarayoni bo'ladi va xavfsizlik savodxonligi. Hozirgi rivojlanayotgan demak davrda biz umumiy kompyuter ilmi haqida, xavfsizlik ilmi haqida qancha ko'p o'rgansak, demak bilmagan odam uchun kiber hujum tushunchasi ancha notanish bo'lishi mumkin, lekin buni bilish keyingi kelajakda biz uchun kompyuterlardan xavfsiz foydalanishda muhim rol o'ynashi mumkin va minimal huquq bilan ishlash. Bu yerda hozircha minimal huquq bu mualliflik huquqi yoki shunga o'xshash narsa haqida ketmayapti. Ya'ni bilamiz, qurilmamizga yoki kompyuterimizga yoki mobil qurilmalarimizga ilova o'rnatayotganda ularga ruxsatlar beramiz. Ya'ni administrator ruxsatlari fayllarga kirishga yoki galereyaga kirishga yoki xullas o'sha ruxsatlar tizimi bu minimal huquq hisoblanadi. Ba'zi bir antivirus qurilmalarga yoki ilovalarga haddan ziyod ruxsatlar berishimiz kelajakda demak qurilmamizga o'sha ilovalardan keladigan xavfni to'xtatishga xalaqit berishi mumkin. Bunga ham e'tibor beramiz. Va agar malware viruslaridan biri demak qurilmamizga hujumi aniqlanganda nima qilish kerak? Internetni uzish, antivirus orqali skan qilish yoki viruslarni topib yo'q qilish, parollarni o'zgartirish va kerak bo'lsa tizimni qayta o'rnatish. Albatta biz malware virusini aniqlagach u tizimga zarar yetkazmasdan turib bu amaliyotlarni bajarsak balkim foydasi tegishi mumkin, lekin agar biz zararni kamaytirishga doir boya aytib o'tgan amaliyotlarni bajarmagan bo'lsak, demak bu amaliyotlar odatda virus hujumidan so'ng uncha ham effekt bermasligi mumkin. Demak, malware viruslar turlari haqida gaplashamiz. Birinchi turlarimiz demak Trojan viruslari va adware'lar. Trojan viruslari demak o'sha grek yunon falsafasidagi o'sha Troya otiga qiyoslanadi. Adware'lar esa bilamiz bu reklama orqali yuqadigan kompyuter viruslari hisoblanadi. Demak, Trojanlar haqida nazariyaga to'xtalgan bo'lsak, bu demak maxsus zararlovchi dastur turi bo'lib, foydali dastur ko'rinishida yashirinib ichkariga zarar yetkazadi. Xuddi o'sha yunonlarning falsafasiga o'xshab, Troya otiga o'xshab, bu demak Trojan viruslar ham, malware'lar ham kompyuterimizga kirgach o'zini foydali dastur ko'rinishida ko'rsatadi va kompyuterimizga ichkariroq kirib borib tizimga zarar yetkazadi. Adware'lar, ya'ni bu ham zararli viruslar yoki zararli bo'lmagan viruslar deyiladi. Nima uchun? Odatda adware'lar kiber hujum qiluvchi shaxs tomonidan ikki maqsadda qo'yilishi mumkin. Birinchisi manfaat uchun, ya'ni qanaqa manfaat? Reklamalarni juda sizga majburan ko'p ko'rsatish evaziga o'ziga ma'lum miqdorda pul yuklash uchun. Ikkinchi tomondan esa sizning ma'lumotlar bazangizga
to'liq kiber hujum maqsadida qilishi mumkin. Shuning uchun ham demak zararli yoki yarim zararli kiber hujum turi sifatida adware ko'riladi. Demak, reklamalarni majburan ko'rsatish uchun qo'llaniladigan kiber hujum turi deb tasnifda keltirilgan. Demak, ular qanday xavflarni bizga yuzaga keltirishi mumkin? Ya'ni internetdan noma'lum yuklab olgan faylimiz yoki crack o'yinlarimiz, email orqali yuborilgan fayl yoki soxta dastur yoki update. Bilamiz, hozirgi kunda O'zbekiston hududida aynan Telegram Messenger yoki boshqa messenjerlardan maxsus kiber hujumlar qilib bizning moliyaviy hisob raqamlarimizga zarar yetkazish holati ko'paygan. Aynan shunda ham demak phishing, trojan viruslar yoki shunga o'xshash viruslar orqali demak kiber hujumlar qaytariladi. Mana shu paytda demak shunga o'xshash maslahatlarga e'tibor bersak, bizda demak ancha xavfni kamaytirish ishlari amalga oshishi mumkin. Demak, bepul dasturlar bilan birga o'rnatilganda yoki shubhali saytlardan yoki tekin yuklamalardan yoki mobil ilovalar orqali adware va trojan viruslari qurilmamizga o'rnatilishi mumkin va sekin astalik bilan o'zining tinim davrini o'tab, demak qurilmamizga hujum qila boshlaydi. Demak, trojan viruslarning ham turlari mavjud ekan. Bular password trojanlar yoki backdoor trojanlar, remote access, ya'ni remote access bu boshqaruv trojan viruslar hisoblanadi. Demak, kompyuterni masofadan boshqaradi. Yoki spy trojanlar, ya'ni spy so'zi inglizcha so'zini bilsak agar, demak kuzatuvchi, josus ma'nolarini bildiradi. Demak, kuzatuvchi kompyuterimizga o'rnatilgandan so'ng u kompyuterimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni doimiy ravishda kuzatish, foydalanuvchi haqida ma'lumot to'plash vazifasini bajaruvchi trojan viruslari ham mavjud ekan. Va 5-inchisi banking trojan, ya'ni bank ma'lumotlarini o'g'irlaydigan trojan viruslari. Nega xavfli? Ya'ni bundan keyingi slaydlarimizda ham aynan kiber hujum turi qanday kompyuterga yuqadi, nega xavfli, qanday undan qurilmalarni asrash mumkin yoki hujum paytida nimalar ahamiyat berish kerak, hujumdan oldin nimalar qilish kerak to'g'risidagi savollarga javob beramiz. Ya'ni nega xavfli? Ya'ni parollar tizimlarimizning buzilishi, shaxsiy ma'lumotlarimizning o'g'irlanishi, spy trojan viruslar orqali, kamera ishlash orqali demak kompyuterimiz ekranida maxsus o'zimizga sezdirmagan holda ma'lumotlarimiz videoga yoki rasmga olinib, demak o'sha hujum qiluvchi shaxsga uzatilishi mumkin. O'ng tarafda demak aynan shu trojan virus turlari haqida inglizcha tasvir berilgan, ya'ni remote access trojan, rootkit trojanlari yoki downloader trojans, ya'ni ilova ko'rinishdagi yuklanuvchi trojanlar demak turlari mavjud ekan. Demak, adware'larning ham turlari bor, ya'ni reklama orqali aytdik boshida hujum qilinadigan maxsus virus turi hisoblanadi. Adware'lar ham demak doimo reklama oynasini chiqaruvchi, brauzerni o'zgartiruvchi va sizni kutib reklama chiqaruvchi, ya'ni tracking adware, doimiy ravishda sizni kuzatib aynan harakatingiz jarayonida reklama chiqaruvchi va telefonlarda reklama chiqaruvchi maxsus adware malware'larga bo'linar ekan. Nega xavfli? Ya'ni doimiy ravishda bilamiz, qurilmada reklama chiqib turishi internetning ko'p sarfiga, maxfiylik buzilishiga, qurilmangizning sekin ishlashiga, brauzerning o'zgarishiga va asabga o'ynovchi demak juda ham ko'p reklamalar chiqishiga sabab bo'lar ekan bu adware viruslari. Demak, trojan va adware viruslar odatda quyidagi bosqichlarda ishlaydi. Ya'ni ba'zi bir joylarda 4 bosqich, ba'zi bir joylarda 5 bosqich deyiladi. Demak, bu virus turiga bog'liq. Ya'ni virus sizning tarmog'ingizga, ya'ni kompyuter tizimingizga, dasturiy ta'minotga o'rnashadi va o'zini o'zi ilovalar orqali o'rnatadi va sizga kerakli dastur ko'rinishida ko'rinib, keyinchalik mana pastda ko'rsatib qo'yibdi. Demak, still deletes on encrypt date, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni bloklab tashlashi mumkin yoki keyinchalik yo'q qilishi mumkin yoki space on
the victim, ya'ni josuslik amaliyotlarini bajarishi mumkin yoki reklama tarqatuvchi botnetlarni qurilmangizga yuklash va sizga zarar yetkazishi yoki yuklamalar orqali o'rnatilib kompyuteringizga zarar yetkazishi mumkin ekan. O'ng tarafda ham aynan shu Trojan viruslar qanday ishlashi bo'yicha qisqa sxema berib o'tilgan. Boshdan aytib o'tay, agar kimga taqdimot kerak bo'lsa, video pastida izoh qismida demak ssilka qoldiraman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib taqdimotni olishlaring mumkin. Albatta bu taqdimotni tayyorlashga juda ko'p vaqt ketdi. Shuni hisobga olgan holda hech bo'lmaganda demak bitta like va podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Keyingi slaydga o'tamiz. Demak, saqlanish usullari va hujum sodir bo'lganda nimalar qilish kerak? Ya'ni Trojan yoki adware viruslari oldini olish uchun demak faqat ishonchli manbalardan ma'lumotlarni yuklash, antiviruslar ishlatish, crack dasturlardan foydalanmaslik, dasturlarni yangilash, reklamani bloklovchi dasturlar ishlatish va firewall yoqilgan bo'lishi kerak. Firewall bilamiz, bu tarmoqning demak xavfsizlik tizimi hisoblanadi. Ya'ni internet tarmog'i va foydalanuvchi tarmog'ini o'rtasida bir devor deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bu demak zararli tarmoq materiallarining qurilmamizga kirishini oldini oladigan tizim. Buni demak doimo yangilab turish va xavfsizligini yuqori qismga olib chiqish demak qurilmamizning xavfsiz bo'lishiga olib keladi. Biz doimo 3-shartda berilgan crack dasturlardan foydalanishga ko'proq harakat qilamiz. Shu jarayonda bizdan e'tiborli talab qilinadi. Sababi o'sha crack dasturda qo'shimcha bilamiz. Ba'zi bir brauzerlarda, Yandex yoki shunga o'xshash brauzerlarda ilovalarni o'rnatayotganmiz yoki biror faylni yuklab olsak, qo'shimchasiga Opera yoki Yandex brauzerlar yoki ba'zi bir ilovalarni o'rnatadi kompyuter avtomatik ravishda. Mana bu aynan shunaqa jarayonlar demak malware viruslarning kompyuterimizga kirib olishini demak tezlashtirar ekan. Ikkinchisi hujum sodir bo'lganda nimalar qilish kerak? Internetni o'chirish, antiviruslar orqali skan qilish yoki shubhali dasturlarni o'chirish, parollarni o'zgartirish va brauzerga reset berish. Aynan bu amaliyotlarni tezlikda bajarishga to'g'ri keladi. Agar kompyuteringiz hujumga uchragan bo'lsa yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz sizib chiqqan bo'lsa, ularni qaytarishning iloji bo'lmaydi, lekin bu amaliyotlarni bajarish keyingi hujumlarni bartaraf qilishga olib keladi. Zararni kamaytirish, ya'ni ba'zi bir kompaniyalarning yirik serverlarga hujum bo'lganda, ular demak ma'lumotlar sizib chiqqanda yoki yo'qolganda hisob-kitob ma'lumotlarini tiklash uchun ularga backup kerak bo'ladi. Ya'ni backupni aytib o'tdim, zaxira nusxalar yaratish va ikki bosqichli xavfsizlik tizimlaridan foydalanish, minimal huquq bilan ishlash, ya'ni ilovalarga doimiy huquqlarni bermaslik va doimiy monitoring, tizimlarni, tarmoqlarni, qurilmalarni tekshirib borish. Va keyingi endi malware turiga o'tamiz. Bular rootkitlar. Rootkit atamasi demak bu malware turkumidagi zararli dastur bo'lib, u tizimning administratsiya huquqlari bilan ishlovchi zararli dastur hisoblanadi. Deylik, siz qo'lingizdagi qurilma, kompyuter yoki telefon uchun administrator busiz, ya'ni sizning buyrug'ingiz asosida qurilmalar ishlaydi. Rootkitlar demak o'zini administrator huquqlarini kompyuterdan tortib oladi va kompyuter ustidan o'z nazoratini o'rnatadi. Demak, nima qiladi? Ular o'zini yashiradi, boshqa zararli dasturlarni ham yashiradi. Ya'ni administrator huquqiga ega bo'lgan virus albatta kompyuterni boshqaradi. Kompyuterni boshqarish jarayonini bilamiz. Kompyuter o'zi avtomatik viruslarni topgan taqdirda ham agar administrator bu ruxsatlarni o'chirib qo'ysa, antiviruslarimiz ham hech narsa qila olmaydi va tizim ustidan to'liq nazorat o'rnatadi dedik. Bu demak administratsiya huquqi. Demak, rootkitlarning turlari mavjud ekan. Demak, oddiy dasturlar darajasida ishlaydigan user mod rootkitlar yoki kernel mod, ya'ni operatsion tizim yadrosiga kirib chuqur yashirinib demak admin huquqiga ega bo'luvchi rootkitlar va bootkit, ya'ni kompyuter yuklanishidan oldin ishga tushadigan boot menu tizimlariga demak kirib olib BIOS tizimlarini ishdan chiqaradigan yoki ularning administratsiya huquqlarini o'ziga olib qo'yadigan rootkit turlari mavjud ekan. Va firmware rootkit turlari bor. Bular
eng xavfli turlardan biri hisoblanib, demak, zavod sozlamalari, qurilmalarning zavod sozlamalari tizimiga kiradi va huquqlarni tortib oladi. Rootkitlar qanday yuzaga keladi? Demak, rootkit troyallari yoki malwarelarning yuzaga kelishi ham, demak, aynan zararli dasturlar o'rnatish, email yoki pirat dasturlardan foydalanish natijasida va tizim xavfsizliklariga e'tibor bermaslik natijasida yuzaga kelar ekan. Demak, chap tarafdagi rasmda, demak, rootkit life circle berilgan, ya'ni qurilmada rootkitlarning yashash davomiyligi, ya'ni o'rnatilish, aktiv bo'lmagan, ya'ni rivojlanish davri va malware darajasiga chiqqanda, demak, tizim administratsiyasini qo'lga olganda, demak, qurilmani ishdan chiqarish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Zararni kamaytirish uchun ham aynan rootkitlarga qarshi tizimda qo'shimcha, demak, backuplar bilan ishlash, shifrlash, minimal huquqlarni berish, hujum sodir bo'lganda esa oddiy antivirus ko'rmasligi mumkin bunday dasturlarni. Demak, yaxshiroq antivirus tizimlaridan foydalanish. Agar antivirus ishlatmagan taqdirimizda ham ma'lumotlarimizni eng muhimi bir joyda saqlamaslik, turli joylarda saqlash yoki saqlanayotgan joyimizni yaxshi qo'riqlash tizimini tashkil qilish va muhimi bir xil turdagi parollardan foydalanmaslik. Keyingi slaydlarda ham aynan kiber hujumlarga qarshi yaxshi, demak, biz uchun mudofaa tizimi bo'lishi mumkin. Rootkitlardan himoyalanish uchun, demak, anti-rootkit ilovalari yoki antiviruslar mavjud. Doimiy tizim yangilanishlari, ishonchli dasturlarning o'rnatilishi, boot tekshiruv, ya'ni rootkitlarni aytdik, ba'zi bir turlari BIOS va boot menyuga ham hujum qiladi. Bu o'z navbatda secure boot bo'limida ham tekshiruvlar o'tkazishimiz, bu, demak, rootkitlardan himoyalanish uchun yaxshi tanlov bo'ladi. Keyingi malware turlari bular wormlar va spyware, ya'ni o'zbek tilida aytganda qurtlar va josus dasturlar hisoblanadi. Demak, worm atamasi bu o'z-o'zidan tarqalib tarmoqlarga ko'payib tarmoqlarni ishdan chiqaradigan malware turlarga aytiladi. Spyware esa bu josus dasturlar, ya'ni foydalanuvchi qurilmasiga yuklanadi va ko'rib turganingizdek, u sizga sezdirmagan holatda shaxsiy ma'lumotlaringiz, fayllaringiz yoki kompyuter qurilmalar ekranda bajarayotgan amallaringizni kuzatib boradi va shaxsiy hayotingizdagi kerak bo'lsa barcha ma'lumotlarni, parollar tizimlarini zararlovchi kiber hujumchiga ko'rib turish imkoniyatini yaratadi. Demak, ular aynan tarmoq zaifligi yoki emaillar orqali, yangilanmagan tizimlar yoki xavfsizligi, demak, yaxshi bo'lmagan tizimlar orqali yuklanishi, shubhali dasturlar, crack o'yinlar yoki soxta saytlar, mobil ilovalar orqali qurilmangizga kelib qolishi va o'rnashib olishi mumkin. Demak, wormlar nima uchun xavfli? Ya'ni, demak, wormlar shunday turdagi viruslarki, boshqa viruslarga nisbatan juda tez ko'payadi, ya'ni majoziy ma'noda internet tarmoqqa tushgan qurtlar o'zini juda tez ko'paytirib, demak, butun tarmoqqa o'rnashib, shu tarmoqdan foydalanuvchi boshqa qurilmalarga ham bevosita o'tib ularni zararlashi mumkin. Demak, ularning ham network, ya'ni tarmoq wormlari yoki email wormlari, Messenger, Telegram orqali tarqaladigan wormlar yoki USB fleshkalar orqali tarqaladigan worm turlari mavjud ekan. Xuddi shunday josus dasturlarning ham klaviaturani yozib oluvchi yoki internet faoliyatini kuzatuvchi yoki kamera yoki mikrofon orqali ekraningizdagi voqealarni kuzatuvchi va bank ma'lumotlaringizni o'g'irlaydigan, demak, josus dastur turlari ham mavjud ekan. Quyidagi rasmlarda bularga misollar keltirilgan. Demak, agar bu dasturlar qurilmangizga hujum qilsa, ularda eng xavfli taraflari, ayniqsa wormlar juda tez tarqaladi va bu ikkalasi butun tarmoqni ishdan chiqarishi yoki internetni sekinlashtirishi va serverlarni yiqitishi mumkin. Serverlarni yiqitish deganda tasavvur qiling, yirik bir korporatsiyaning serveriga kiber hujum bo'lganda, demak, barcha ma'lumotlari internet tarmog'iga sizib chiqishi yoki yo'q qilinishi mumkin. Bu degani, bilamiz, kiber xavfsizlik darslarida o'tilgan, kiber hujum doimo foydalanuvchiga
ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy jihatdan ham zarar yetkazadi. Ya'ni sizni o'sha kompaniyangizni bankrot qilishi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni sizib chiqishi va jamiyatda obro'sizlanishingizga sabab bo'lishi mumkin. Demak, parollarni o'g'irlash yoki email nazoratini qo'lga olish, bank hisob raqamlarini yoki shaxsiy hayotning buzilishi shular jumlasidandir. Bilamiz, oddiygina Telegram orqali shu kecha kunduzda bo'layotgan voqea, ya'ni viruslarning tarqalishi oqibatida sizning Telegram akkauntingiz yoki sizning do'stlaringiz yoki siz ulangan kanal guruhlarning Telegram akkauntlari ham bloklanishi, virus tushib zararlanishi, muhimi shaxsiy fayllaringiz va moliyaviy hisob raqamlaringizdan mablag'lar yechilishi, bu sizga yirik talafotlar olib kelishi mumkin. Demak, qanday holatlarda demak adverlardan yoki wormlardan asranish mumkin? Doimiy tizim yangilanishlari, noma'lum fayllarni ochmaslik, faqat ishonchli saytlardan demak foydalanish, antiviruslar o'rnatish, kamera va mikrofonni doimiy nazorat qilish, ya'ni sizdan boshqa bu qurilmalardan foydalanish huquqini har qanday ilovalarga yoki papkalarga bermaslik, hujum sodir bo'lishidan oldin demak mabodo sizda tasavvur qiling, hujumga qarshi tizim mavjud, antiviruslar mavjud va hujum sodir bo'lishidan bir qancha vaqt oldin antiviruslar xabar bermoqda. Ya'ni bizda adver yoki worm yoki trojan viruslar xavfi mavjud deganda, o'sha holatda demak antiviruslarni kuchli ishga tushirish, parollarni o'zgartirish, internet tarmog'idan uzish, kerak bo'lsa tizimni qayta o'rnatish demak viruslardan xalos bo'lish uchun bizga foydali bo'lar ekan. Xuddiki bu haqiqiy virusga qarshi antibiotik bo'lgan kabi bu amaliyotlar ham demak viruslarga qarshi bizda yaxshi amaliyot bo'lishi mumkin. Zararni kamaytirish, demak bu zararni kamaytirish barcha kiber hujumlar uchun tavsiya qilinadi. Ya'ni backuplar yaratish, backupni aytib o'tdim, zaxira xotiralar yaratish, ma'lumotlarni qurilmadan tashqari bulutli xotirada yoki shunga o'xshash narsada saqlash, ikki bosqichli tizimdan foydalanish, tarmoqni va qurilma monitoringini amalga oshirish va minimal huquqlarni dasturlarga berish. Demak, umumiy malware viruslardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu wormlar, spywarelar haqida. Wormlar bu o'z-o'zidan tarqalib tarmoqni yo'q qilishga qaratilgan demak qurt hujumlar hisoblanadi. Eng mashhur hujum bu WannaCry hujum hisoblanadi. Demak, bu o'sha davrda yirik tarmoqlarni ishdan chiqargan hujum hisoblanadi. 150 dan ortiq davlatlarda demak kompyuterlarni zararlab Windows zaifligidan demak foydalanilgan kiber hujum turi hisoblanadi va josus dasturlar demak foydalanuvchi yashirin kuzatadi va parol ma'lumotlarini o'g'irlaydi. Mashhur hujum sifatida tarixda Pegasus nomli demak josus dasturlari hujumini misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni jurnalistlar va siyosatchilarni kuzatishda ishlatilgan kiber hujum turi hisoblanar ekan. Ransomware, ya'ni fayllarni bloklash, shifrlashga qaratilgan amaliyotlar, bularda ham tarixda NotPetya nomi bilan mashhur demak kiber hujum amalga oshirilgan ekan. Keyingisi rootkitlar, demak aytdik, qurilmalarning administratsiya huquqlariga egalik qilishga qaratilgan kiber hujum turlari. Bularga ham demak mashhur Sony kompaniya Sony BMG nomli demak rootkit hujumi misol bo'lishi mumkin. Ya'ni musiqa CD orqali yashirin rootkit tarqalib tizim administratsiyasini qo'lga olishga harakat qilgani bunga misol. Va adver, ya'ni reklamali kiber hujumlarga demak keraksiz reklamalar chiqishiga qaratilgan hujumlarni aytishimiz mumkin. Demak Fireball malware nomli demak adver hujumi 250 milliondan ortiq kompyuterlarda demak aynan shu reklama bilan muammosi bilan bog'liq kiber hujumlarni yaratgan ekan. Va trojan viruslari o'zini foydali deb ko'rsatib aytib o'tdik, kompyuterda o'rnatiladi va zararli amaliyotlarni bajaradi. Zeus nomli demak tarixda yirik trojan hujumi bo'lib o'tgan ekan. Ya'ni bank ma'lumotlarini o'g'irlashda ishlatilgan ekan bu hujumimiz. Demak, keyingisi 7-chisi
viruslar yoki zombilar aynan bular fayllar orqali kompyuterlarimizga tarqalib yoki keraksiz ilovalar orqali tarqaladi va kompyuterda tizimini o'ldirishga qaratilgan hujumlar hisoblanar ekan. Demak, I love you yoki Game Over Zeus nomli yirik virus va botnet hujumlari bularga misol bo'lar ekan. Demak, xullas umumiy xulosa chiqaradigan bo'lsak, demak, malware dasturlarining turlari ko'p ekan va ular kompyuter tizimida tirqishlardan, ya'ni xavfsizlik mustahkam bo'lmagan joylardan foydalangan holatda ilovalar yoki tizimlar, tarmoqlar maxsus fayllar orqali yoki fleshga yoki shunga o'xshash qurilmalar orqali kompyuterimizga o'rnatiladi va kompyuterni ishdan chiqarishga, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashga qaratilgan kiberhujum turlari ekan. Demak, keyingi yirik kiberhujum tarmog'iga o'tamiz. Demak, bular ransomware'lar. Demak, ransomware'lar ham butun dunyoda keng tarqalgan kiberhujumlardan biri hisoblanadi. Asosan bu kiberhujum turi, demak, malware boya aytib o'tdik, turdagi viruslar turkumiga kiradi, ya'ni zararli dasturlarga kiradi. Ransomware'ning ahamiyati, demak, uning asl mohiyati tizimni egallab olish va shaxsiy ma'lumotlarni bloklab, mablag' evaziga ularni ochish va'dasini berish. Ya'ni buni rasmda ko'rib turibsizlar. Kiberhujum qilayotgan inson sizning shaxsiy kompyuterlaringizga o'zining ransomware'ni o'rnatadi va kompyuteringizni bloklaydi. Ichidagi shaxsiy ma'lumotlaringizni o'chirish bo'yicha tahdid qiladi va sizdan mablag' undirishga harakat qiladi. Demak, pul to'lasangiz fayllarimizni qaytaramiz kabi so'zlar, demak, odatda ko'p uchrashi mumkin bu sohada. Demak, ransomware'larning ham turlari mavjud ekan. CryptoLocker yoki Skyware yoki Lockware ma'lumotlarni oshkor qilish va qo'rqitishga qaratilgan yoki butun tizimlarni bloklash, soxta ogohlantirishlar, fayllarni shifrlashga qaratilgan ransomware turlari mavjud ekan. Nima uchun xavfli? Ya'ni fayllarni yo'qotish xavfi bor yoki pul talab qilish orqali sizni iqtisodiy xavf kutmoqda yoki kompaniyalarda, yirik kompaniyalarda, demak, ransomware hujumlari orqali, demak, ishlash jarayonini to'xtatib qo'yish yoki tizimni ishdan chiqarish ham mumkin ekan. Bu o'z navbatida katta moliyaviy zarar keltirib chiqaradi. Qanday yuzaga keladi? Demak, ransomware hujumlari phishing orqali, keyingi slaydlarda phishing haqida tushuncha beramiz. Bu ham, demak, kiberhujum turlaridan biri. Yoki noma'lum dasturlar, pirate crack dasturlarni o'rnatish orqali, tarmoq zaifliklari yoki dastur operatsion tizim zaifliklari orqali va kuchsiz parollar ishlatish evaziga, demak, bu kiberhujum turi amalga oshishi mumkin ekan. Demak, kuchsiz parol deganda nimani nazarda tutamiz? Bilamiz, odatda o'rtacha barcha tizimlarda 8 talik parollar qo'llaniladi. Ba'zi birlarimiz faqat raqamlar yoki harflardan iborat parollar tuzamiz. Kiberhujumchilar uchun esa bularni buzish juda oson bo'ladi. Shuning uchun tavsiya sifatida parollarni ishlatayotganda odatda maxsus parol yaratuvchi tizimlar yoki ilovalar, veb-saytlardan foydalanish albatta ishonchlisidan yoki parollarimizda belgilar, katta kichik alfavit harflari, raqamlardan aralash holatda murakkab parollarni ishlatish va hamma tizimlar uchun bir xil parollardan foydalanmaslik, demak, kiberhujumlardan bizni asrar ekan. Demak, ransomware turlari haqida ma'lumotlar berilgan. Oldini olish, bu turdagi hujumlarni oldini olish uchun ham, demak, zaxira ma'lumot turlarini yaratib qo'yish, bulutli xotira tizimlaridan foydalanish yoki dasturlarni yangilash, shubhali emaillardan foydalanmaslik, antiviruslar ishlatish va kuchli parollar va ikki bosqichli identifikatsiya tizimidan foydalanish va bepul pirat dasturlardan voz kechish talab qilinadi. Hujum sodir bo'lganda qurilmalarni tarmoqdan uzish, internetni o'chirish, ya'ni backup orqali ma'lumotlarni tiklash yoki mutaxassisga murojaat qilish va ko'p holatlarda pul to'lamaslik tavsiya qilinadi. Chunki pul to'lagan taqdirda ham, demak, kiberhujum qiluvchi shaxs pulni olgandan so'ng, demak, ma'lumotlaringizni o'chirib yuborishi va
tarmoqdan chiqib ketishi mumkin. Demak, shuning uchun odatda mutaxassisga murojaat qilib, demak, pul to'lamaslik tavsiya qilinadi. Zararni kamaytirish uchun aytib o'tdik, doimiy bekaplar, tarmoqni segmentlarga bo'lish, ya'ni butun boshli kompaniya tarmoqlarini bitta serverdan iborat qilmaslik, turli serverlarga ajratish, hammasining xavfsizlik tizimini alohida qilish kiber hujumning bitta tarmoqqa qaratilishini oldini olishi mumkin. Va tezkor reaksiya rejasi, monitoring tizimlari. Tezkor reaksiya rejasi deganda bu yerda bizda demak katta serverlar yoki shaxsiy qurilmangizdan foydalanayotganda aynan shunaqa kiber hujumlarga nisbatan ma'lum rejalarni tuzib qo'yish, ya'ni kiber hujum bo'lganda shaxsiy ma'lumotlarni asrashga doir rejani har birimiz ishlab chiqishimiz, keyingi navbatda qurilmamiz ishdan chiqqanda yoki kiber hujum ta'sirida bloklanib qolganda shaxsiy ma'lumotlarimizni tiklab olishimizga yordam berishi mumkin ekan. Va yangi, demak, kiber hujum turlaridan biri bu man in the middle, ya'ni markazdagi shaxs, ikki o'rtadagi shaxs nomlari bilan mashhur bu kiber hujum. Tasavvur qiling, siz va yaqin insoningiz tarmoq orqali gaplashmoqda yoki shaxsiy fayllaringizni ulashmoqdasizlar va o'rtada sizlarning tarmoqlaringizga bog'lanib olgan kiber hujumchi sizlardan kelayotgan ma'lumotlarni olib qolishi, birinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga umuman o'tkazmasligi yoki yarmini ushlab qolgan holda yarmini o'tkazishi yoki ma'lumotlarga o'zgartirish kiritgan holda keyingi shaxsga yuborishi yoki bo'lmasa sizlarga sezdirmagan holda ma'lumotlarni o'zi uchun nusxalab qolgan qismini keyingi foydalanuvchiga o'tkazish orqali shaxsiy ma'lumotlaringni, bank hisob raqamlaringni o'g'irlashga qaratilgan, demak, kiber hujum turi hisoblanar ekan. Oddiy tushuncha, siz va internet orasi, siz va demak bank sayti orasida hujumchi turadi va siz bank orqali amalga oshirgan amaliyotlaringizni kuzatib borib, shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport ma'lumotlaringiz yoki demak parollaringizni o'g'irlash evaziga sizdan tashqari sizning akkauntingiz orqali qurilmalarga kirib hisob raqamlaringizdan pul yechish mumkin ekan. Demak, bu qanaqa yuzaga keladi? Demak, man in the middle turdagi kiber hujumlar yuzaga kelishiga eng asosiy sabab, demak, tekin Wi-Fi tizimlaridan foydalanish. Kafe, bar, aeroport yoki shunga o'xshash joylarda xavfsizlik tizimi mavjud bo'lmagan, demak, ochiq Wi-Fi tizimlariga ulanish bizning shaxsiy ma'lumotlarimizga hakkerlar hujumini, demak, ko'paytirishi mumkin ekan. Nega xavfli? Ya'ni login parollar o'g'irlanishi, bank hisob ma'lumoti yoki xabarlarimiz o'g'irlanishi mumkin ekan. Bu hujum orqali rasmda, demak, bu turdagi kiber hujumlar qanaqa tartibda amalga oshirishi to'g'risida ma'lumot berilgan. Qanday tartibda yuzaga keladi? Ya'ni DNS spoofing soxta sayt orqali, misol uchun google.com saytini hammamiz bilamiz, bu rasmiy sayt. Saytning, demak, yozish strukturasida oddiygina o'zgarish bo'lishi ham, demak, bu bizga kiber hujumchi tashlagan noqonuniy yoki haqiqiy bo'lmagan sayt bo'lishi mumkin. Biz bunga kirib amaliyot bajarganimizda shaxsiy ma'lumotlarimiz o'g'irlanishi mumkin. Ya'ni HTTPS ni buzish, ya'ni bilamiz, CCL sertifikatlari mavjud veb-saytlarda, ya'ni gipermatn uzatuvchi veb-saytlarda, demak, HTTP qismning oxiridagi S belgisi, demak, xavfsizlik tizimi o'rnatilgan CCL sertifikati mavjud, demak, veb-sayt ekanligini bildiradi. Aynan shu veb-saytlarning tizimini buzib kirish evaziga, demak, veb-saytni xavfli holatda bo'lishi va biz unda amaliyot bajarganimizda shaxsiy ma'lumotlarimiz o'g'irlanishi mumkin ekan. Keyingi slaydimizda bu, demak, man in the middle turdagi kiber hujumlarning oldini olish usullari haqida qisqacha berib o'tilgan. Ya'ni xavfsiz saytlardan foydalanish yoki ochiq bo'lgan Wi-Fi tizimlaridan foydalanmaslik va VPN ishlatish. Bilamiz, VPN xavfsiz lokal tarmoq yaratadi, ya'ni trafikni shifrlaydi va ikki bosqichli parol tizimlaridan foydalanish, sertifikatni tekshirish, ya'ni foydalanayotgan tizimlarimiz yoki saytlarimiz haqiqiyligiga ishonch hosil qilish va antivirus va xavfsizlik devorlaridan, firewalllardan foydalanish. Va hujum sodir bo'lganda aytib o'tdik, internetlarni yoki tarmoqni yoki qurilmalarni
uzish, kerak bo'lsa ularni qayta ishga tushirish, agar bank hisob raqamlarimizga nisbatan hujumlar bo'lsa, bankka xabar berish tavsiya qilinadi. Zararni kamaytirish uchun doimiy VPN ishlatish, demak, VPN ishlatish oldini olish mumkin dedik. Agar kiber hujumimiz turi juda katta va keng qamrovli bo'lsa, demak, VPN ishlatish ham ba'zida xavf darajasini qisqa kamaytirishi mumkin, lekin to'xtatib qolmas ekan. Va ikkita bosqichli xavfsizlik tizimlaridan foydalanish va ishonchli tarmoqlardan foydalanish zararni kamaytirishi mumkin ekan. Keyingi turdagi, demak, kiber hujum turi bu password attack hisoblanadi, ya'ni parollar hujumi, ya'ni foydalanuvchi parolni topish va o'g'irlash yoki buzishga qaratilgan akkauntga kirish bo'yicha kiber hujum turi hisoblanar ekan. Demak, bularga brute force attacklar, dictionary attack, password sparing, phishing based attack, keylogger attack kabi demak, password attack kiber hujumning turlari mavjud ekan. Bular haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz keyingi slaydlarda. Demak, password attack shaxsiy ma'lumotlarimizni ko'rish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarga yoki parollar bilan himoyalangan, demak, fayllarimizga hujumga qaratilgan, demak, kiber hujum turi ekan. Odatda kiber xavfsizlik sohasida o'qiganlar yoki Linux operatsion tizimi yoki Windows command tizimlarini ishlatgan odamlar bilishi mumkin. Maxsus shifrlangan fayllarni shifrini buzuvchi yoki tizimlarni parollarini buzuvchi dasturlar mavjud. Aynan kiber hujumchilar shunaqa dasturlar orqali sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni bilgani yoki parollaringizni taxmin qilgani uchun kutubxonalar orqali yoki taxminiy hisob-kitoblar orqali tizimlaringizga zarba beradi va parollaringizni buzib, shaxsiy fayllaringizni qo'lga kiritishi mumkin. Demak, nima uchun bu kiber hujum yuzaga kelishi mumkin? Demak, kuchsiz parollardan foydalanish, bir xil parolni juda ko'p saytlarda qo'llash, ya'ni deylik 10-15 ta saytlardan foydalanish yoki 10-15 ta qurilmalardan shaxsiy ma'lumotlarimiz, messenjerlarimiz joylashgan tizimlarning parollari ham aynan bitta parol bo'lishi yoki sodda parol bo'lishi evaziga, demak, ma'lumotlarimiz sizib chiqishi mumkin yoki hakkerlar hujumiga uchrashimiz mumkin ekan. Yoki phishing yoki spyware boya aytib o'tdik, hujumlardan so'ng ham tizimimiz, demak, xavfsizligi pasayib qolgani tufayli aynan shu turdagi, demak, kiber hujumlarni qabul qilib olishimiz mumkin ekan. Demak, password attack kiber hujumining, demak, turlarini aytib o'tdik. Oldini olish usullari kamida 8 yoki 12 ta belgidan iborat, harf, raqam, belgidan iborat, demak, parollar ishlatish, har qanday saytdan foydalanmaslik, ikki bosqichli tizimdan foydalanish, password managerlar, ya'ni parollarni xavfsiz saqlovchi maxsus ilovalar ishlatish, misol uchun Bitwarden misol sifatida keltirilgan, va antiviruslar himoya devorlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Hujum sodir bo'lganda qilish kerak bo'lgan amaliyotlar odatda barcha kiber hujumlarda bir xil. Aynan hozir eng ko'p tarqalgan Telegram orqali yo'qayotgan kiber hujumlarda ham maslahat beriladi. Agar siz faylni o'rnatgan bo'lsangiz, Telegram orqali kelgan faylni yoki papkani o'rnatgan bo'lsangiz, ammo ochmagan bo'lsangiz, internet tarmog'idan, demak, tizimni ajratish va demak, ilovalar bo'limiga kirish orqali o'rnatgan faylingiz yoki ilovangizni o'chirib tashlash, demak, kiber hujum oldini olish mumkin. Albatta, uni ochmasdan oldin bu amaliyotlarni bajarish kerak. Zararni kamaytirish uchun, demak, har xil parollarni ishlatish, doimiy monitoring, demak, har bir tizimdagi o'zgarishlar haqida bildirishnomalarni yoqib qo'yish, parollarni vaqti bilan yangilash, demak, kiber hujum oldini olar ekan. Aynan bilsangiz agar, My.go saytidagi shaxsiy parollarning ham doimiy ravishda o'zgarib turadi, ya'ni 1 oy yoki 2 oy ichida parollaringizni yangilash so'rovi keladi akkauntingizga va siz yangilanganingizda, demak, bu kiber hujumlarni oldini olishga qaratilgan amaliyot ekan. Keyingi kiber hujum turimiz bu brute force attack deyiladi. Ya'ni brute force hujumlari. Bu hujumlar aytib o'tdik,
pasport attack hujumlarining tarkibiga kiruvchi hujum hisoblanadi. Ya'ni parolni topish uchun barcha mumkin bo'lgan variantlar ketma-ketligini sinab ko'rish. Aynan Linux dastur operatsion sistemasida maxsus shunaqa dastur bor. Hozircha ularning nomiga to'xtalib o'tilmayman. Bu dasturlarda kutubxona paketlari mavjud bo'ladi. Siz buzmoqchi bo'lgan faylingiz yoki arxivlangan fayl bo'ladimi yoki parollar tizimini buzmoqchi bo'lsangiz, bu kutubxonada million yoki milliardga yaqin parollar ketma-ketligi mavjud bo'ladi. Demak, dastur har bir parolni sinab ko'rish evaziga ma'lum bir muddat ichida sizning tizimdagi, demak, shaxsiy ma'lumotlaringizga buzib kirishi mumkin. Aynan shunga qaratilgan, demak, kiber hujum bu brute force hujumlari deyilar ekan. Ya'ni simple brute force, dictionary, hybrid, reverse brute force kabi turlar mavjud ekan bu hujumlarni. Ya'ni hammasini ketma-ket sinash yoki dictionary attack parollar ro'yxati, ya'ni boya aytib o'tdim, kutubxonada foydalangan holda kiber hujumni amalga oshirish va demak ko'p akkauntda bitta paroldan foydalanish, demak ham kiber hujum paytida, demak, brute force hujumlarning akkauntingizni buzib kirishiga sabab bo'lar ekan. Quyidagi rasmda brute force hujumlar amalga oshirish jarayonlari bo'yicha tavsiyalar berilgan, ya'ni bundan saqlanish bo'yicha qanday qilib, ya'ni how to basic brute force attack works, ya'ni odatda brute force hujumlari qanday amalga oshiriladi, ya'ni hujumchi va demak boya aytib o'tdik, maxsus parollar kutubxonasi va dastur orqali har birini sinab ko'rish evaziga sizning shaxsiy parol loginlaringizni buzib kirish amalga oshirilar ekan. Demak, nima xavflar mavjud bu hujumda? Akkauntlar buziladi, emaillar egallab olinadi yoki bank tizimlari, serverlar nazoratdan chiqadi. Qanday yuzaga kelishi mumkin? Demak, kuchsiz parollar ishlatish, login cheklovi yo'qligi, avtomatlashtirilgan botlar, ya'ni maxsus dasturlar minglab urinishlar orqali tizimingizni buzib kirishi yoki internetga ochiq tizimlar, admin panellari yoki sayt loginlarini ochiqdan ochiq internet tarmog'ida foydalanish ham, demak, bu hujumlarni yuzaga keltirar ekan. Bu hujumlarni qanday oldini olish mumkin yoki hujum sodir bo'lganda nima qilish kerak? Zararni kamaytirish usullari. Boya aytib o'tdik, kamida 12 ta belgidan 8 tadan 12 tagacha bo'lgan belgi, harf, raqamlardan iborat parollarda foydalanish, login urinishlarini cheklash, ya'ni shunaqa dasturlar mavjud. Login urinishlarini shaxsiy admin sifatida o'zingiz cheklab qo'yishingiz mumkin. 3-5 martagacha, demak, urinishlarni amalga oshirish mumkin. Chunki bilamiz, ba'zi parollar, murakkab parollarni kiber xavfsizlik jarayonida, demak, hujum qiluvchi hacker buzib kirish uchun yillar sarflashi mumkin, oylar sarflashi mumkin. Bu jarayonda millionlab urinishlar amalga oshiriladi. Agar bu urinishlar sonini cheklash, demak, hujumchining imkoniyatlarini juda ham pasaytirishi mumkin. Ikki bosqichli avto identifikatsiya tizimidan foydalanish, shubhali IP manzillarni bloklovchi dasturlar o'rnatish, agar iloji bo'lsa o'zingiz tekshirib ko'rib bloklashingiz va internet tarmog'ida bizga ko'p chiqadigan captcha nimaligini bilamiz. Ya'ni tizimga kirish uchun bizdan robot yoki kompyuter emasligimizni tekshiruvchi maxsus tizim hisoblanadi. Demak, captchalarni o'rnatish, shaxsiy parollarda va pasport menejerlar Bitwardenga o'xshash ishlatish tavsiya qilinadi. Demak, agar kiber hujum sodir bo'lganda, demak, boya aytib o'tdik, parollarni o'zgartirish, zaxira ma'lumotlar orqali qurilmani tiklash, tarmoqni, qurilmalarni, internet tarmoqlarini o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Keyingi kiber hujum turimiz bu social engineering, ya'ni bu kiber hujum turimiz jamiyatda insonlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan kiber hujum hisoblanadi. Ya'ni texnik zaiflik emas, balki insonlarni aldash orqali amalga oshiriladigan bu hujum turi hisoblanar ekan. Ya'ni bizning ehtiyojimizni bilgan holda, bizning hayot jarayonlarimizni o'rgangan kiber hujumchi sizga nima kerak bo'lsa, o'shani taklif qilish evaziga internet tarmog'ida shaxsiy ma'lumotlaringizni buzib kirish mumkin. Misol uchun, men bankdanman,
parol bo'lishi mumkin. Shuni ayting yoki siz yutdingiz, loginni kiriting, Instagram yoki Facebook loginlaringizni kiriting yoki eng ko'p biz tushadigan kiberhujum turlaridan biri internet tarmog'ida, demak Telegram akkauntingizga bilamiz, nakrutka, ya'ni soxta obunachilar qo'shish mumkin. Ixtiyoriy internet tarmog'idagi brauzerlarga yoki Telegram akkaunt kanallarga, demak soxta obunachilar qo'shish mumkin. Aynan shunaqa linklar orqali siz shaxsiy parollaringizni kiritishingiz, demak sahna ortidagi hakkerga ko'rinishi va u demak sizning ehtiyojlaringizdan kelib chiqib shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Demak bu amaliyot turlari phishing, whaling, wishing, smishing kabi turlarga bo'linar ekan. Ya'ni soxta emaillar orqali, telefon qo'ng'iroqlari, SMSlar yoki reklamalar orqali yoki har xil internet tarmog'idagi qalqib chiquvchi, demak oynalar orqali social engineering kiberhujumi qo'llanilar ekan. Demak bu o'z navbatida barcha shaxsiy ma'lumotlarimiz oshkor bo'lishiga olib kelar ekan. Buning yuzaga kelishi, demak ishonchdan foydalanish, ya'ni yaqin insonlaringiz bo'lishi mumkin yoki hozir qilmasangiz akkauntingiz bloklanadi ko'rinishdagi tahdid tomuz, demak telefon qo'ng'iroqlari orqali, bank xodimi yoki IT xodimi ko'rinishdagi aldamchi kasblar orqali yoki telefon, email, Telegram aloqalari orqali sizga bog'lanib tahdid evaziga, demak shaxsiy ma'lumotlaringizni olishi ham mumkin ekan. Demak social engineeringni demak yuzaga kelishini aytib o'tdik. Mana rasmda ko'rib turibdi, ya'ni insonni qo'g'irchoq kabi o'ynatish, ya'ni bizning ehtiyojlarimizdan kelib chiqqan holda, maqsadlarimizdan va ish prinsiplarimizdan kelib chiqqan holda, demak kiberhujumchi, demak social engineering so'zining ma'nosi ham demak qurish, ya'ni ehtiyojlarga nisbatan qurish ma'nosini bildiradi. Bizni aldagan holatda shaxsiy ma'lumotlarimizni o'g'irlashga qaratilgan jarayon hisoblanar ekan. Bu jarayon sodir bo'lganda nimalar qilish kerak? Ya'ni bilamiz, pasportlarni o'zgartirish, bank hisob raqamlarini bloklab qo'yish va bankka xabar berish, ikki bosqich tizimlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Oldini olish uchun ham, demak, avvalambor qurilmamiz xavfsizlik tizimi, parollarni yoki linklar yoki telefon qurilmalarimizni har kimga bermaslik, ikki bosqichli tizimlardan foydalanish, kompaniyalar yoki boshqa ta'minot nuqtalariga hujum paytida, demak, ogohlantirish, xabardorlik amallarini bajarishimiz ham, demak, bu hujum oldini olishga yordam berar ekan. Zararni kamaytirish, asosan monitoringlar, access nazorat tizimlari, security, ya'ni xavfsizlik nazorat tizimlari yoki tizimga shunaqa hujum bo'lganda xabar beruvchi maxsus tizimlardan foydalanish bizning kompaniyamiz yoki serverlarimizni, demak, muhimi shaxslarni o'zini, demak, social engineering kiberhujumlarni saqlaydi. Buning uchun eng birinchi o'rinda turadigan narsa, bu bilib oling, phishing yoki social engineeringga o'xshash kiberhujumlarda aholini va fuqarolarni shu kiberhujumga nisbatan immunitetni shakllantirish. Ya'ni qanaqa immunitet? Bu ilmni, ya'ni barchamiz boya aytdik, ilmiy savodxonligimiz mavjud bo'lmasa, phishing yoki social engineeringga o'xshash tahdidtomuz yoki maqsadlarimiz yo'lida tuzoqlar qo'yuvchi kiberhujumlardan saqlanish imkoniyatiga biz bilim olish evaziga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Keyingi Surefly Chain kiberhujum turi, bu siz ishonadigan dastur yoki xizmat bor kabi, demak, ishonchli manba yoki shunga o'xshash so'zlar orqali sizni aldash mumkin. Ya'ni siz esa bilmasdan zararli dasturlarni o'rnatasiz va natijada, demak, tizimingiz zararlanadi. Misol uchun deyilgan SolarWinds Hawk minglab tashkilotlarga zarar yetkazgan, demak, kiberhujum turi hisoblanar ekan. Demak, bu kiberhujum turining ham turlari mavjud ekan. Dasturga yangilanishga zararli kod qo'shish, foydalanuvchi update
qilib o'zlarini o'rnatib olish orqali demak bu kiber hujum turi tizimga yuklanar ekan. Undan tashqari qurilma ishlab chiqarish bosqichida zararli komponentlarni qo'shish evaziga yoki tashqi xizmatlar orqali IP cloud, ya'ni bulutli xizmatlardan foydalanganda, dasturchilar ishlatadigan kutubxonalarda zararli kod qo'shilganda ta'minot zanjiridagi xodim akkaunti buziladi. Ya'ni bilamiz, demak bu hujum turi asosan tizim, texnik va dasturiy ta'minotga ortiqcha keraksiz komponentlar qo'shilishi yoki boshqa shaxs tomonidan qo'shib qo'yilishi evaziga sodir bo'ladigan demak kiber hujum turi ekan. Qanaqa qilib yuzaga keladi? Uchinchi tomon xavfsizligi past bo'lsa, ya'ni tizimda kimdir administratsiya huquqlaridan foydalanib tarmoqqa zarar yetkazganda, noma'lum yoki tekshirilmagan kutubxonalar ishlatilsa, dasturchilar tomonidan demak ilovalarni qurish jarayonida litsenziyasi mavjud bo'lmagan kutubxonalarni ishlatishi, update tizimlarining himoyasiz bo'lishi yoki xodimlarning phishingga uchrashi, zararli trojan viruslar orqali tizim hujumga uchrashi natijasida aynan bu turdagi ma'lumot o'g'irlanishi yuzaga kelar ekan. Yuqori rasmda qanaqa qilib demak shortly chain kiber hujumlari amalga oshirishi bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tilgan. Demak, bularning ham turlarini aytib o'tdik. Qanaqa qilib oldini olish mumkin ekan? Vendor, ya'ni ta'minotchi tekshiruvchi har bir hamkor xavfsizligini baholashi. Ya'ni ta'minotchi deganda bizda server, foydalanuvchi tizimimiz, kompaniyamiz doimiy ravishda tizimni tekshirib borishi, dasturning yangilanishida ya'ni verifikatsiya kodlaridan, parollardan foydalanish, monitoringlar yoki access control tizimlaridan foydalanish va uchinchi tomon tizimlarga, ya'ni ilovalarga yoki dasturlarga minimal huquq berish demak bu turdagi kiber hujumlarning oldini olar ekan. Hujum sodir bo'lganda nima qilish kerak? Har bir hamkor xavfsizligini baholash yoki manbalarni tekshirish, tizimlarni monitoring qilish talab qilinar ekan. Zararni kamaytirish uchun boya aytib o'tdik. Doimo demak backup, ya'ni zaxira nusxalardan foydalanish va tizim segmentatsiyalarga bo'linishi aytib o'tdik. Serverlarni turli xavfsizlik tizimlarga, turli bo'laklarga ajratish va maxsus parolli tizimlardan foydalanish talab qilinar ekan. Keyingisi DDoS hujumlari. Ya'ni DDoS hujumlari odatda descripted denial of service, ya'ni servis tizimlariga qaratilgan hujumlar hisoblanadi. Oddiygina qilib tushuntiradigan bo'lsak, tasavvur qiling, o'zimizda yuzaga kelgan doimiy muammo, agar biror kichikroq serverga yoki saytga bir vaqtning o'zida ko'p odam kirsa, demak sayt qotadi. Buni kundalik hayotimizda ham juda ko'p kuzatishimiz mumkin. Agar server 1 million kishini bir vaqtda qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lsa-yu, juda ko'p 10 milliongacha odam bir vaqtda serverga kirsa, sayt ishlamay qoladi. Misol sifatida bu yerda do'konda bitta sotuvchi bor, bir vaqtning o'zida 10 mingga yaqin odam do'konga kirib keldi. Natijada xizmat ko'rsatish imkonsiz bo'lib qoladi. Ya'ni bitta sotuvchi sotuvchilik ishini amaliyotini bajarishga ulgurmaydi. Xuddi shunday, demak, aytib o'tdik, tizimga ortiqcha yuklanish natijasida serverlarning ishlamay qolish jarayonida odatda DDoS hujumlar orqali amalga oshirilar ekan. Demak, bu hujum turlari mavjud ekan. Saytni o'zini urish yoki serverlarga resurslarni yuklash, internet kanalini to'ldirib yuborish orqali bu tizim amalga oshirilar ekan. Ya'ni tasavvur qiling, bittagina server yoki saytlarning ishlamay qolishi natijasida demak foydalanuvchiga qancha moliyaviy, ma'naviy zararlar yetkazish mumkin ekan. Qanday qilib yuzaga keladi? Demak, minglab yoki millionlab demak qurilmalar orqali saytga bir vaqtda kirish uchun demak saytda yuklanish yuzaga keladi. Albatta kiber hujumchi shaxs bir vaqtning o'zida minglab qurilmalar orqali saytga kira olmaydi. Ya'ni bu majoziy ma'noda minglab IP manzillar orqali bir vaqtga serverga yuklanish demak paydo qiluvchi maxsus kiber hujumni amalga oshiradi. Natijada sayt yoki server ishdan chiqishi, ma'lumotlar sizib chiqishi mumkin. Bu jarayonda ular botnetlardan, ya'ni kiber hujumchilar botnetlardan, zombi viruslardan foydalanishi mumkin va hammasidan bir vaqtda serverga so'rov yuborishi, serverning
ga va sekinlashishiga yoki ishlamay qolishiga sabab bo'lar ekan. To'liq qilib tushuntiradigan bo'lsak, DDoS ataklar demak serverlar va tizimlarni ishdan chiqarishga va ularga yuklanish qilishga qaratilgan kiber hujum turlari hisoblanar ekan. Mana yuqoriga rasmda demak aynan bitta shaxs bir qancha maxsus dasturlar orqali bir qancha demak botnetlardan bir vaqtning o'zida serverga kirishga urinib, serverni boshqa tilda aytganda bombalaydi. Ya'ni tizimda yuklanish hosil qiladi. Bu esa demak foydalanuvchilar uchun serverning ishlamay qolishiga sabab bo'lishi va kompaniyaning yirik inqirozga tushishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, oldini olish usullari Cloudflare, ya'ni maxsus bulutli tizimlardan foydalanish, trafikni filtrlash, demak firewalllar ishlatish, ya'ni xavfsizlik devorlari, zararli so'rovlarni bloklash yoki bir IP dan kelayotgan so'rovlarni cheklash. Ya'ni bitta qurilmadan internet tarmog'iga faqat bitta shaxs kirishi mumkin. Agar shu IP manzilda bir nechta shaxs bir vaqtda kirsa, demak bu odatda kiber hujum bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni botlarni aniqlash uchun, ya'ni botnetlarni aniqlash uchun kapchalardan foydalanish, saytga kirish jarayonida demak kapchalardan foydalanish kompyuterlar, robotlarni demak saytga buzib kirishini oldini olar ekan. Trafikni bir nechta serverlarga bo'lish, buni boya aytib o'tib ketdik. Agar barcha tizimimiz bitta serverda bo'lsa, demak hujumga uchrash xavfi yiriklashi mumkin. Shuning uchun trafikni bir nechta serverlarga bo'lishimiz serverda yuklanish bo'lmasligiga, ma'lumotlar xavfsizligiga qo'l kelar ekan. Demak, hujum sodir bo'lganda nimalar qilish kerak? Trafiklarni filtrlash, ya'ni shubhali IPlarni bloklash, serverlarni kengaytirish, monitoring qilish va internet provayder darajasini bloklash. Ya'ni IP manzilda ulanayotgan foydalanuvchilarning internet provayderlarini bloklash bizga demak hujum sodir bo'lganda foydali bo'lar ekan. Zararni kamaytirish, ya'ni backuplardan foydalanish, ya'ni serverlarda zaxira nusxalarini yaratish, favqulodda rejimlardan foydalanish va tezkor avtomatik himoya tizimlarini ishga tushirish demak DDoS hujumlaridan himoya qilar ekan. Odatda kundalik hayotimizda biz juda ko'p saytlarda yoki serverlarda ishlamay qolish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bularning barchasi ham kiber hujum bo'lavermaydi. Shunchaki saytni demak dasturchilar tomonidan yaxshiroq tuzilmagan hisobiga ko'p foydalanuvchi bir vaqtda ulansa saytlarda yuklanishi bo'lib ishlamay qolishi mumkin. Haqiqiy DDoS hujumlarda yoki kiber hujumlarda yirik saytlarda shunchaki bir vaqtning o'zida yuklanishlar bo'lib, sayt ishdan chiqib, ma'lumotlar sizib chiqishi mumkin, serverlar ishdan chiqishi mumkin. Bunday holatlarda haqiqiy kiber hujumlar sodir bo'ladi. Ya'ni kiber hujum qiluvchi inson ma'lum bir manfaat asosida, ya'ni moliyaviy manfaat asosida serverga hujum qiladi. Agar server ishlab chiqaruvchi kompaniya uncha yirik bo'lmasa, ya'ni moliyaviy maqsad turmagan holatda shunchaki kiber hujumchi biror bir serverga hujum qilmasligi mumkin. Va eng ommaviy bizga mashhur bo'lgan kiber hujum turiga keldik. Bu phishing. Phishing bu nima? Phishing bu o'zbek tiliga tarjima qilganimizda baliq ovi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni tarmoq foydalanuvchilaridan, internet foydalanuvchilaridan, umumiy onlayn foydalanuvchilarning shaxsiy ehtiyojlaridan foydalangan holatda demak bizga tuzoqlar qo'yish evaziga mana rasmda ko'rinib turibdi. Kiber hujumchi tomonidan foydalanuvchilarga tuzoqlar qo'yib, shaxsiy ma'lumotlarimizni o'g'irlash, moliyaviy hisob raqamlarimizga buzib kirish, demak bu biz uchun demak phishing turdagi kiber hujumlar hisoblanar ekan. Demak, foydalanuvchini aldab, uning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishga qaratilgan amaliyot bu phishing hujumi hisoblanar ekan. Hujum natijasida demak bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz sizib chiqishi mumkin. Hujumchi o'zini deyilgan bank yoki davlat sayti xodimi, platforma xodimi sifatida ko'rsatishi yoki bizni aldashi mumkin, yoki internet tarmog'ida demak turli ko'zbo'yamachi, ya'ni bizni o'ziga tortadigan reklamalar yoki linklar orqali ham phishingni amalga oshirish mumkin ekan. Demak, phishing turlari bor ekan.
aniq bir odamga qaratilgan phishinglar yoki yirik tashkilot rahbariyatlariga qaratilgan hujumlar yoki haqiqiy email nusxasi orqali yuboriladigan klonlanuvchi phishinglar va soxta akkauntlar orqali amalga oshiriladigan phishing turlari mavjud ekan. Phishinglar qanday yuzaga keladi? Ya'ni soxta emaillar orqali bankingingiz bloklandi, bu yerga kiring kabi emaillar orqali yoki biror bir saytdan kelgan SMS orqali deylik google.com saytini ko'rib turganingizdek mana bu google.com saytining haqiqiy yozilishi. Agar mana bu ko'rinishda bizga saytdan ma'lumot kelsa, odatda insonlar ko'pincha e'tibor bermaydi. google.com deb o'qib saytdan foydalanadi, lekin aslida o'sha bitta belgining yoki harfning o'zgarishi ham bu kiber hujum qiluvchi soxta veb-sayt yoki serverni anglatishi mumkin ekan. Ya'ni soxta saytlar, ya'ni asl nusxaga o'xshash, lekin dizayni bir-biridan farq qiluvchi saytlar orqali demak phishing amalga oshishi mumkin ekan. Smishing bu SMS phishing hisoblanadi. Ya'ni siz mashina yutib oldingiz yoki kartangiz bloklandi, shunga o'xshash SMS orqali mobil qurilmalarimizga xabar kelishi va biz xabarni ochib qarab SMS ga biriktirilgan link orqali kirganimizda demak hujum qiluvchi shaxs shaxsiy ma'lumotlarimizni o'g'irlaydi va phishing ya'ni voice phishing hisoblanadi. Ya'ni telefon qo'ng'iroqlari orqali men bankdanman yoki shunga o'xshash ma'lumotlar orqali fake akkauntlar orqali biz bilan bog'lanib yoki qo'ng'iroqlar orqali biz bilan bog'lanib shaxsiy fayllarimiz va ma'lumotlarimizni o'g'irlashga qaratilgan demak amaliyot phishing ya'ni telefon qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladigan yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan kiber hujum turlariga misol bo'lar ekan. Demak, phishing turlari juda ko'p, boya aytib o'tdik. Detektiv, spire, whaling, farming, smishing, phishing yoki clone phishing, ya'ni ko'payuvchi, nusxa oluvchi phishing turlari mavjud ekan. Phishingni oldini olish uchun demak linklarni tekshirishimiz, soxta saytlardan foydalanmasligimiz, ya'ni HTTPS, ya'ni xavfsizlik protokoli mavjud saytlardan foydalanishimiz, ikki bosqichli identifikatsiya tizimidan foydalanishimiz, fikr va qarash, ya'ni juda ham yaxshi takliflar doim ham demak asl bo'lavermaydi, ya'ni tuzoq bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berishimiz mumkin. Ya'ni internet tarmog'ida sizga kimdir yaxshi taklif kirityapti, uni demak kuzatib, o'rganib chiqmasdan turib, uning taklifidan foydalanmaslik biz uchun phishingdan saqlanishning demak usuli bo'lib xizmat qiladi. Hujum sodir bo'lganda nima qilish kerak? Parollarni o'zgartirish, ikki bosqichli tizimlarni yoqish yoki bank ma'lumotlarimiz o'g'irlanganda yoki bankdan qo'ng'iroq bo'lganda bankka murojaat qilib, demak shaxsni tekshirish, qurilmalarni tekshirish, ya'ni viruslar yoki josus dasturlar bo'lmaganligiga ishonch qilish, sessiyalarni yopish, ya'ni agar qurilmamizga bir vaqtning o'zida bizning qurilmamizdan ilovalarga yoki shaxsiy chatlarimizga boshqa qurilmalarda ham ulanishlar mavjud bo'lsa, ulardan log out, ya'ni chiqib ketish, qolgan qurilmalarni tugatib yuborish phishingdan saqlanish uchun biz uchun amaliyot bo'lib xizmat qiladi. Zararni kamaytirish, demak har xil saytlarda bir xil parolni ishlatmaslik, password menejerlar ishlatish, boya aytib o'tdik, email xavfsizligini kuchaytirish va shubhali linklarga kirmaslik o'z ichiga oladi bularni. Keyingimiz demak SQL injection, ya'ni SQL inyeksiyasi orqali amalga oshiriladigan kiber hujum turlari. Bu turdagi kiber hujumlar database, ya'ni ma'lumotlar bazasiga qaratilgan kiber hujumlar hisoblanadi. Ya'ni saytning ma'lumotlar bazasiga zararli SQL so'rovini yuborib, tizimni aldash yoki ma'lumotlarni o'g'irlashga qaratilgan amaliyot SQL inyeksiyasi deyiladi. Inyeksiya deyilishga atab majoziy ma'noda, ya'ni ma'lumotlar bazasiga shu inyeksiya kiritish orqali bazani ishdan chiqarish ga qaratilgan amaliyot hisoblanar ekan. Misol uchun deylik, select from user, ya'ni SQL dasturlashtirishni kim o'rgangan bo'lsa, demak select from users where username and password kabi buyruqlar kiritib, ya'ni users deganda bu akkauntlar nazarda tutiladi. Akkauntlar tabelachasini olib,
va bu tablitsadan demak login va pasportlarni kiritish evaziga hujumchi demak shaxsiy akkauntlaringizga kirib olishi, ya'ni sizga ma'lumotlar bazasiga siz bilan bir vaqtda kirishi yoki sizga noto'g'ri linklarni uzatib shaxsiy loginlaringiz o'sha linklarga terganingizda loginlaringizga ega bo'lish evaziga demak ma'lumotlar bazangizga kirib olishi va yoki saytlarni, serverlarni ma'lumotlar bazasini ishdan chiqarishi mumkin ekan. Demak, bu SQL inyeksiyasining ham turlari mavjud ekan. In-band yoki blind, time-based, out-of-band kabi, ya'ni ma'lumotlarni boshqa kanal orqali ochish, server javob vaqtiga qarab tekshirish yoki natija ko'rinmaydi, lekin mantiq orqali aniqlanishga qaratilgan demak kiber hujum turlari mavjud ekan. Nega xavfli? Demak, bu kiber hujum natijasida ma'lumotlar o'g'irlanadi, loginlarsiz tizimga kirish oson bo'ladi kiber hujumchi uchun. Ba'zan ma'lumotlar o'chiriladi, kompaniya xavfsizligi buziladi. Qanday yuzaga keladi? Demak, foydalanuvchi kiritilgan ma'lumotlarni filtrlamasligi natijasida xavfsiz bo'lmagan kodlarni ishlatish evaziga va eski tizimlar yangilanmasligi va dasturchi xatosi tufayli, ya'ni deylik ma'lumotlar bazasini yaratish jarayonida foydalanuvchi tomonidan ham xatolik bo'lish evaziga yoki ilova yoki ma'lumotlar bazasini yaratuvchi kompaniyaning dasturchilari yoki tizim sozlovchi shaxslar tomonidan yuzaga kelgan kichik xatolar ham hakkerlarning demak tizimga buzib kirishini sababchisi bo'lar ekan. Demak, buni turlari haqida qisqacha aytib o'tdik. Oldini olish usullari, demak, SQL va user input alohida ishlatish, ya'ni bu dasturchilarga, yaratuvchilarga tavsiya sifatida berilgan, kiritilgan ma'lumotlarni tekshirish, errorlarni yashirish, ya'ni SQL xatolarini foydalanuvchiga ko'rsatmaslik, minimal huquqlardan foydalanish, aytib o'tdik. Foydalanuvchilarga yoki ilovalarga, dasturlarga huquq berish jarayonida minimal huquqlardan foydalanish, dastur tizimlarini, xavfsizlik tizimlarini doimiy yangilash tavsiya qilinar ekan. Saytga hujum bo'lgan vaqtda saytni o'chirish, zaif joylarni topish, pasportlarni o'zgartirish, zaxira nusxalar orqali tizimni tiklash, demak loglar, ya'ni kirib chiqilgan amaliyotlar tarixini tekshirish, demak bu kiber hujum sodir bo'lganda uni oldini olish imkoniyatini yaratar ekan. Zararni kamaytirish maqsadida doimiy audit, ya'ni serverni doimiy tekshirish, testinglarni amalga oshirish, monitoring tizimlarini yaratish va firewall, ya'ni mudofaa devorlarni doimiy yangilab turish va eng so'nggi xavfsizlik tizimlaridan foydalanish demak kiber hujumdan asrar ekan. Keyingi kiber hujum turimiz bu XSS, ya'ni cross site scripting deyiladi. Ya'ni hujumchi saytga zararli JavaScript kod joylashtiradi va boshqa foydalanuvchilarni brauzerda ishga tushiradi. JavaScript bilamiz, veb-sayt yaratishda HTML, CSS, JavaScript kodlardan foydalanadi. Ya'ni HTML bu veb-saytning strukturasini, CSS uning tashqi ko'rinishini, JavaScript esa foydalanuvchi va veb-sayt oralig'idagi bog'lanishni demak ishga tushiruvchi dasturlash tili hisoblanadi. Aynan shu jarayonda demak hujum qiluvchi hakkerlar serverga demak noto'g'ri skriptlarni yuklash evaziga foydalanuvchi va server o'rtasida demak yuklanishlarni amalga oshiradi va kiber hujumlar shu jarayonda amalga oshiriladi. Mana oddiy tushuncha sifatida misol keltirilgan, saytda komment yozish joyi bor. Hujumchi demak quyidagi kodni yozadi. Agar sayt himoyasiz bo'lsa, bu kod boshqa foydalanuvchilar brauzerda ishlaydi. Ya'ni boshqalar saytning himoya tizimi yaxshi bo'lmaganligi tufayli hacker sayt nomidan foydalanuvchilarga demak kiber hujumni amalga oshiriladi. Bu jarayonda sayt himoya qila olmaydi foydalanuvchilar esa
saytdan foydalanyapmiz degan maqsadda saytga kirishadi, lekin o'zlari bilmagan holatda kiber hujumga tushib qolishlari mumkin. Demak, eng xavfli turlari, demak, stored, cross-site scripting, misol uchun deyilgan, demak, kodlar serverda saqlanadi. Ya'ni doimiy ravishda saytni serverini hacker buzadi va o'zini hujum, demak, kodlarni serverda saqlaydi va serverdan foydalangan har bir shaxs zararlanishi mumkin yoki URL kodlar orqali, demak, saytlarga hujum faqat brauzer ichiga kirganimizda, demak, DOM based cross site scripting hujumlari demak faqat brauzer ichida sodir bo'ladi yoki JavaScript noto'g'ri yozilgan bo'lsa, demak, aynan bu hujumlar sodir bo'lar ekan. Nega xavfli deyilgan? Ya'ni cooking o'g'irlash, session fayllarni buzib kirish, foydalanuvchilar tomonidan amallar bajarish va ma'lumotlar o'g'irlanish. Ya'ni sizning tizimingizga sayt orqali buzib kirgan hacker sizning ma'lumotlaringizni o'g'irlashi yoki sizning nomingizdan amaliyotlar bajarishi mumkin ekan. Odatda qanaqa qilib bu yuzaga keladi? Bunaqa turdagi, demak, kiber hujumlar avvalambor yaratuvchi dasturchilar xatosi yoki kompaniya xatosi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni serverlarning xavfsizlik tizimi yaxshi bo'lmaganligi tufayli kiber hujumchi serverni buzib kiradi va keyinchalik serverdan foydalangan foydalanuvchiga ham hujum qiladi. Demak, turlar haqida qisqacha aytib o'tdik. Demak, nima qilish kerak oldini olish uchun bu hujumlarni? Avvalambor yaratuvchilar, ya'ni saytni yaratuvchi dasturchilar yoki xavfsizlik tizimi mutaxassislari doimiy ravishda saytlarni, demak, skript yoki HTML xatolarini tekshirib borishlari va to'g'rilashlari, xavfsizlik devorlarini yangilashlari va doimiy monitoring qilishlari, cooking xavfsizliklarni amalga oshirishlari talab qilinadi. Hujum sodir bo'lganda zararli kodlarni o'chirish, zaif kodlarni yopish va sessiyalarni bekor qilish, cooking fayllarni yangilash va loglarni, ya'ni saytga kirib chiqish amaliyotlari tarixini tekshirish, kiber hujum kim tomonidan qachon sodir bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga yetkazishi mumkin ekan. Keyingi kiber hujum turimiz bu cross site request forgery deyiladi. Demak, bundan oldingi aytib o'tgan, demak, kiber hujum turiga o'xshash, faqat bu kiber hujumda foydalanuvchini bilmasdan turib uning nomidan amal bajarish mumkin ekan. Ya'ni siz banking saytga login bo'lgansiz va hujum sizning linkingizga yuboriladi va siz shunchaki sayfani ochasiz, ammo brauzer avtomatik request yuboradi. Ya'ni siz amaliyotni bajarasiz, siz bilan bir vaqtda hacker ham saytga ulanadi va siz bilan birga amaliyot bajaradi. Siz pulni saytdan yechib olmoqchi bo'lasiz, lekin pul sizning hisob raqamingizga emas, hacker hisob raqamiga kelib tushadi. Bu jarayonda hacker sizni nomingizdan, demak, o'zingiz bilmagan holda hakkerga adminlik huquqini berib borishingiz evaziga, demak, kiber hujum amalga oshirilar ekan. Bu kiber hujumning ham turlari mavjud ekan. Ya'ni get based yoki sayt, demak, URL manzillari orqali hujumni amalga oshirish mumkin ekan yoki forumlar orqali, ya'ni interfeysda chiqadigan demak bo'limlar, amaliyot amalga oshiriladigan bo'limlarimiz bu forumlar deyiladi. Foydalanuvchiga ko'rinadigan foydalanadigan qismlar va user boshqa akkauntga majburlab login qilish orqali, ya'ni saytda amaliyot bajaryapsiz, banking saytda saytga taalluqli bo'lmagan boshqa forum oynasi chiqishi va siz unga kirib amaliyot bajarishingiz evaziga, demak, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz o'g'irlanishi mumkin ekan. Bu amaliyot bajarilganda ham aynan yuqorida aytib o'tgan kiber hujumlarimiz natijasida yuzaga kelgan xavflar, shaxsiy ma'lumot, moliyaviy ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlarimiz kiber hujumchi tomonidan o'g'irlanishi mumkin. Yuzaga kelishi, demak, brauzerlardan, tarmoqlardan foydalanish jarayonida, demak, tarmoq yaratuvchisi, veb-sayt yaratuvchisi tomonidan yuzaga kelgan xatoliklar tufayli yoki bizning e'tiborsiz internet tarmog'idan foydalanishimiz evaziga, demak,
cross-site request forgery kabi kiber hujumlar shaxsiy ma'lumotlarimizni o'g'irlashi yoki tarmoqni ishdan chiqarishi mumkin ekan. Demak, hurmatli obunachilar, darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Xatolik va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Menimcha darsimiz ham juda cho'zilib ketdi. Boshida aytib o'tdim, taqdimot kimga kerak bo'lsa, sayt silkasida tasnif bo'limida qoldiraman va Telegram guruhga o'tib bemalol saytni kiber hujumlar tuzilishini o'rganishlaringiz yoki taqdimotni olishlaringiz mumkin. Mehnat nuqtai nazardan videoga bitta like va podpiska bosishingizni so'rab qolamiz. Bu keyingi chiqaradigan videolarimizni o'sishiga yordam berishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Nasib qilsa keyingi videolarimizda demak amaliy kiber hujum turlarini ko'rsatishga harakat qilamiz.